Salam hormatly doganlar, kardeşler. Täze videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biz Azerbaycan, Tatar ve Özbek dillerinden geçtireriz. Yani biri Oğuz, biri Kıpçak, biri Karluk dillerinden. Salam, men Bulat Shaymi, Tatar YouTuberi. Assalomu alaykum do'stlar. O'zbekistondan hammaga salom. Mening ismim Furqatjon. Hozirda o'qiyman, student. Adım Mehdi, Azerbaycandanım. Azerbaycan'ın Gəncə şəhərində. Demek, birinchi so'z bu jonivor, ana odatda haylakar deb ataylar. Hilekar, tamam. Haylakar jonivor. Ayy. Agar so'rovlaringiz bo'lsa, siz menga bering, men sizga javob berarman. Ham Bo'ldi, topdik. So'zni yozdirmiz qog'ozga. Bo'ldi, topdik. Aha. Tulki. Bizda tulki, o'zbekcha tulki, Tulki, Ozarbayjoncha tulku. Inson biror narsadan uyalsa yoki kulsa, xursandchilikdan shod bo'lsa, quvonsa, o'sha yeri qizaradi. Bu demak, Inson tana a'zosi. tana a'zosi. Ayy. Cavabını tapdım. Yong'oq. Bizda da yong'oq so'zi bor, ammo bizda Yong'oq. bit so'zi. Bu bit quvonlar bizda. Abi yüz kızaradı dese özü Yüz- dedi işte yüz dedi. O'zi aytdim-ku, u yuzni hamma joyi qizarmaydi-ku. Mana bu yerlari qizarmaydi. Doğru. Shu yerni o'zigina qizaradi. Doğru. Hayvanların, atların durduğu, bordandığı, saklandığı yerdir. O yerin adıdır. Otak kimi bir yer. Mal tutib turgan o'rin, yer. Shundaymi? Mal turgan o'rin. Malın durduğu. Faqat ot yashaydi. Faqat otlar saqlanadi yashaydi. o'sha yerda. Sığır da yaşıyor. Avulda endi u Oo. odatda. Avulda bo'lar, shundaymi? Avulda turgan, avulda. O'zbekchaning versiyasi ko'p. Anladınız mı? Anladım, men yozdim. Yılık. Abzarmi tatarchasi nima? Abzar. Ya. Abzar. Abzar Tatarçası. Bizdeki tövle ama okunuşta tövle uzun öyle. Mana kishilar o'shaganda qo'llanadi. Menda bugun joylar so'zlar boshqa bor edik. Aha. Asan Angladim. Joylanma. Bizda Tatar tili o'zbekcha bilan bir qoshiq. qoshiq, bor bizda da qoshiq. Qoshiq. Shoy. Kichkina qoshiq, ulug' qoshiq. Bizda Kichkina choy qoshiq, osh qoshiq. osh qoshig'i. Türkmençede başkaça şu. Andanchik. Çemçe. Yeysa bizda qoloq so'zi da bor. Qoloq. Sizda yo'qmi? Biringizda da? Qoloq. Kalak sözü yok. Ular paronim deb bilaman. Qoloq bilan qoshiq. Shu bilan bir so'zni. Paronim. Ha, meni navbatim keldi. U bir hayvon zoti, suvda suzadi, lekin baliq emas. Rengi, tüsü. Rangi har turli bo'ladi. Bu qushmi? Yovvoyi turi ham bor. Ha, parranda, qush. Kuş. Uyda. Bildin. Uyda. Evda. Nimaga? Dinarga solalarmi ana? Shawarmaga. Yo'q. Yumurtqa olsa bo'ladi. Eti yeyiladi. Men ham yozib olay bo'lmasa. Tovuq. Ördek. Suvda suzmaydi, o'rdak edi, o'rdak. Suda süzmek qanaqa bo'ladi, qanday? Suda yüzadi biz. Güzel. Altından, gümüşten hazırlanan, altından, gümüşten düzeltilen nerse. Barmoqqa tog'ib bo'ladimi? Barmoqqa kiyib bo'ladimi? Ulağa. Quloqqa da tog'ib bo'ladimi? Sirg'a. Bu bit urus. Sirg'a. Balki uruslar olgandir sizdan. Sirga so'zini. Ammo Ha, turkcha so'z bu. Sirg'a. Turk so'zimi? Xalqa degan so'zda bor, xalqa. Bu ota shakada bor.